Videoni boshlashdan oldin ushbu videoga bitta like bosishingizni so'rab qolamiz va albatta kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki do'stlar, bizni naq 97% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan va albatta agar ushbu videoga 400 ta like yig'ilsa, shunga o'xshash videolar yanada ko'proq chiqadi. Endi esa biz videoga qaytamiz. Senga hech kim birovga bunday go'layib turish yaxshi emasligini aytishmaganmi yoki bu yer qanchalik xavfli ekanligini? Bu yuzingdagi ko'zlar, mayli, balki sen meni tushunarsan. Anchadan beri o'z hikoyamni so'zlab bermoqchi edim. Kimdir men bu ahvolga qanday tushib qolganimni bilishi kerak. Hammasi boshqa hikoyalar kabi boshlangan hozirgidek tunda, faqat 20 ming yil oldin. Qaroqchilar bizning shaharga kutilmaganda hujum qilishdi. Ular bizning odamlarimizni o'ldirib, uylarni tunay boshlashdi. Men bu payt maxfiy loyiha bo'yicha ish yuritayotgan edim. Agarda bizning shahar boshqa xavfsiz bo'lmay qolsa, biz boshqa olamga yangi shahar qurishimiz kerak edi. Biz bu olamni boshlanish deb atadik. Bundan oldingi barcha vazifalarimiz muvaffaqiyatsizliklarga uchrar edi, lekin men ishonar edimki, mening yangi portalim bizga yordam berish kerak edi. Boshlang. O'rganuvchini yuboring. O'rganuvchi hozir qaroqchilar bilan jang qilmoqda, shuning uchun u senga yordam bera olmaydi. Mayli, unda senga omad. Men bora olmayman, men portalga ko'z quloq bo'lishim kerak, shuning uchun sen borishing mumkin. Nima haqida gapiryapsan? Bu olam yashash uchun yaxshi joy bo'lishi kerak edi. Lekin muammo shunda ediki, biz hali bu olamni to'liq o'rganishga ulgurmagan edik. Biz bu loyiha ustida juda ko'p ishladik, endi ortga chekina olmaymiz. Yo'q, shoshma. Sening jasorating maqtovga loyiq. Sen bunday qila olmaysan, shoshma. Meni eshityapsanmi? Men qayerdaman? Yo'q, bu joy yashashga yaroqsiz. Bu yomon va bu yumshoq qilib aytilganda edi. Men ortga qaytishim kerak. Qulash deyarli meni o'ldiray degan edi. Shuning uchun menga ovqat kerak edi. Qoyil, bu yerdagi mevalar ancha shirin ekan. Va sehrli qobiliyatlarga ega. Mayli, bu yer unchalik ham yomon emas. Bu yana nima bo'ldi? O'ylaymanki, men bu yerda xavfsizlikdaman, lekin qanday qilib men portal oldiga boraman? Agar hozir qurishni boshlasam, men bu maxluq uchun o'lja bo'lib qolishim mumkin. Agarda men bu binolar orqasida qursam-chi, ularning soyasiga berkina olaman. Yo'q, bu juda xavfli. Lekin meni boshqa choram ham yo'q-da. Jin ursin, menda asboblar yo'q. Kirkasiz hech narsa qila olmayman. Bu yerda hattoki daraxt ham yo'q. Men bu toshlarni hech qachon buza olmayman. Shoshma. Hoy, men bu yerdaman. Bu yerda yesa bo'ladigan shirin odam bor. Qoyil, ish berdi. Portalning oldiga yetib borish uchun menga juda ko'p toshlar kerak. Men u yerda qancha vaqt o'tkazganimni bilmayman, lekin menga tuyular ediki, men bu yerda oylab qolib ketganday edim. Men charchadim va xatolar qila boshladim. Har safar yiqilganimda men o'rnimdan turib, ajdarhoning jahlini chiqarar edim va bloklarni yig'ishga kirishar edim. Shunchaki soyada qol va hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin meni ajdarho yomon ko'rib qolgan edi.
Lekin menda qo'rqish uchun vaqtim yo'q edi va deyarli qurib bo'lganimda menda toshlar tugab qoldi. Hoy, men shu yerdaman, men ko'tarildim. Menga ishoning, bu yerda shahar qurib bo'lmaydi. Bo'lsangchi, menga ko'prik qurib ber. Senga nima bo'ldi? Nima, bumi? Bu yerda biroz gravitatsiya past ekan, shuning uchun men biroz o'sdim. Men seni ko'zlaring haqida gapiryapman. Bu shunchaki shu yerdagi mevalarga allergiya. Bu yerdan chiqishimga yordam ber va biz bunga davo topamiz. Menimcha men bunday qila olmayman. Nimalar deyapsan? Sen bizni zararlashing mumkin. Sen meni o'tkazib yuborishing kerak. Bu meni yagona yo'lim. Portalni yoping. Yo'q. Kechir, lekin bu protokol. Sen kasalsan. Sen meni sakrashimni xohlaysanmi? Mayli, sakrayman. Yo'q. Maxluq. Yo'q. Men maxluq emasman. Lekin u to'g'ri aytgandi. Men maxluq edim. Bu yerdagi g'alati energiya meni ichimga kirib olgan edi. Men bu yerda kunlab, oylab, yillar davomida aylanib yurar edim va asta-sekinlik bilan qayerdan kelganligimni, o'z ismimni va hattoki o'z ovozimni unuta boshladim. Men unuta olmagan yagona narsa bu do'stim menga xiyonat qilgan edi. U menga qanday qarab turganini hech unuta olmas edim. Bu narsa meni miyamda olov kabi yonar edi. Men bu yerda abadul-abad yolg'iz qolib ketgan edim. Aniqroq qilib aytganda, men doim shunday hisoblar edim. Lekin kunlarning birida bu yerga qaroqchilar, o'g'rilar va shunga o'xshash odamlarni tushira boshlashdi. Ular boshlanish deydigan makon ularning yakuniga aylandi. Ular menga nima deyotganini tushunmas edim, chunki men ularning tilini unutib bo'lgan edim. Lekin oldimda odamlar borligiga xursand edim. Ayniqsa ular uylar qura boshlaganda men yordam bermoqchi edim, lekin meni haydab solishlaridan qo'rqdim, chunki men ularga o'xshamas edim. Men maxluq edim. Yana qanday qilib kulishni eslashni xohlar edim. Lekin bir necha mashqlardan so'ng men qanday qilib qurishni esladim. Bu xotira esa boshqa xotiralarga eshik ochdi. Men ularni tushunishga majbur qilishim kerak edi. Ilgari biz yuqorida yashar edik va bu dunyoning ne'matlaridan foydalanishimiz mumkin edi. U yerga qaytish uchun oxir-oqibat bizning qobiliyatimiz shunchalik kuchli bo'ldiki, biz u yerdan chiqib yuqori olamga qaytishga muvaffaq bo'ldik. Lekin afsuski biz juda kech qolgan edik, ya'ni 1000 yilga. Biz barcha tanigan insonlar o'lgan edi. Shunda biz tushundik, quruvchilar mening, ya'ni bizning oilamizni, bizning hayotimizni tortib oldi va biz ham ularga shunday javob qaytaramiz. Biz butun yer yuziga tarqaldik va qulab tushgan quruvchilarning inshootlarini g'ishtma-g'isht buzib tashladik. Hatto xarobalarga yashash uchun kelgan ritsellar ham bizning g'azabimizdan qochib qutula olishmadi. Shu paytgacha bu yerda hech kim quruvchilarga itoat qilmaydi. Endi ularning qismati faqat qichqiriq va og'riq bo'ladi.